2025-yilda yangi fasondagi hammom qilaman deb niyat qilib yurganlar uchun akalar, ustakalarimiz Fayzli xonadonga chiroyli qilib hammomlarni bitirib berishibdi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Nima deyapti akalar? Devorlari kafeldonga mana shunday panellardan ishlatilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni cho'rni holatidan mana shu holatga kelguncha ustakalarimiz ancha mehnat qilishgan, chiroyli qilib bitirishib berishibdi akalar. Aristollari, bundan tashqari tufli pol, hamma montajni o'zlari qilishgan. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ustakalarimiz mehnatini qadrlab, akalar mehnatini baholab, bitta like bosib, kommentariy oluvchi tashlab qo'yinglar akalar. Xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotni beramiz. Ustakamizdan ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, obunachilar. Hammaga sog'lik, salomatlik. Chiroyli qilib bitirib beribsizlar mana shu joyda. Ha, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yangi stilenda har doim kafel yopishtirardik. Bu safar panel yopishtirdik. Panelda bitta plyus tomonida chokkan bo'ladi ekan. Misol kafel ma'lum bir miqdorda nam tortadi. Tuzadi ekan orqaga, lekin bunda umuman nam tortmayapti. Qancha suv bo'lsa terlab pastga tushyapti, pastdan ketyapti-da. Pastdan tushib ketaveradi. Ha, pastdan shu kanalizatsiyaga qarab ketyapti. Xullas, devorga nam o'tkazmaydigan yaxshi narsa ekan. Bizningcha endi xudo xolasa bu bir hikmat taqildik. Endi bu yerda общий qilib yubordik. Ideya qilib bu tomonga qora qildik, bu tomonga ko'ryapsiz, mramor sifatida qilindi. Lekin xudo xolasa uydagilarga ham ma'qul keldi. Uydagilarga yoqdi. Xudo xolasa hammasi yoqib, xursand xudo xolasa. Xo'sh, nechiga necha bo'lgan bu joyimiz? Xullas, devorimiz общий 34 kvadrat chiqyapti. Ammo bittasi 120 dan-da. 120 bo'ladigan bo'lsa 360 mayli 4 metrga bormaydi hisobda. Tushunarli. Nechta panel ketgan bu yerga? 10 ta panel ketgan. O'sha 10 ta ketdi. 10 ta panel ketdi o'sha. Bu yerda xo'sh, qilingan ishlar birinchi o'rinda sanab o'tib ketadigan bo'lsak, nimalar qilindi? Topli polni o'zimiz qildik 0 dan. Topli pol bo'lgan. Topli polni qilindi, o'sha panelni qilindi, polni santexnika montajlarini o'zimiz qildik. И patolog hammasi, elektrika montajni ham o'zimiz qildik. Boshqa usta kirgani yo'q. O'zimiz shu 0 dan bakulch bitirdik. Cho'rni holatidan bitirdilar. Da, cho'rni shu suvoq holatda shu holatga keltirdik. Tushunarli. Birinchi o'rinda paneldan hisoblab ketsak, 10 ta panel ketdi. Ha, panelimiz donasi 3 million 320 mingdan bo'ladi. 320 mingdan olingan bo'lsa, 3 million 200 ming bo'ladi-da. 200 ming. Tushunarli. Kafelimiz? Kafelimiz 80 ming hisobda olindi, bir 7 kvadrat chiqdi. Bu yerni tashlab olishimiz. Общий summa tashlab qo'yganmiz, uni oxirida aytamiz. Bu unitazlarimiz 700 ming, bularimiz 300 ming, bularimiz 800 ming. Aristonimiz 1,5 million 80 taligi. 80 talik qo'yildi. Keyin bu yerga o'sha dalilni asoslar qo'yilgan. Keyin topli pol montajlarimiz hamma narsasi bu отдельный narsa-da bu. Faqat to'kkasi edi. Mana bu yerdan suvni quyiladi. Misol boshqa yerdan suv quyish shart emas. Bu o'zi отдельный narsa xolos. Bunga misol katyol patyol ham shart emas. Misol shunaqangi variantda bo'ladigan bo'lsa, shu effekt beraveradi. Bunimizga 1 million 700 ming pul ketdi. Shlankasi-yu, shu mana shu ko'rinib turgan holat. Topli pol ishga tushguncha. Da, topli pol ishga tushguncha shunaqa bo'ldi. Kerak bo'lsa, hammomni ishlatmoqchi bo'lsa, to'kka shunday suqiladi, bo'ldi, ishlataveradi. Keraksiz bitta sug'urib qo'ysa bo'ladi. Endi hozir bu kollektorlar qo'yilishining sababi bu xonalarimizni ham shunga montaj qilganmiz, shu kollektor ko'p. Agar hammomda o'zi bo'lsa, bu kollektor olish ham shart emas, yanada arzonga tushadi. Mana buni o'zini ikkitani o'zini chiqqanini o'ziga montaj qilib shuni ulab qo'yamiz, bo'ldi. Yanada rasxod kamayadi. Hozir mana shunga yondagi xona ham istaydimi? Ha, albatta, mana shu xona, buni orqasida yana oshxonamiz ham bor. Shunda hammasi ishlaydi. O'sha hisob ikkita xona, bitta hammom isitib beradi. Ha, xullas bu yer 7, 20, 10. 37-35 kvadratga mana shu narsa 3 kilovatlik tent qo'yilgan. Mana shu narsa effekt beryapti xudo xolasa. Endi misol to'kda rasoddan hisob kitob qilib ko'rishadi, qaysi ma'qul kelsa qilinaveradi. Agar kat yo'li bo'lsa yana ham yaxshi. Endi misol kat yo'l bo'lmagan holatda hammom qilaman desa, mana shu narsa juda zo'r ekan. Xudo xolasa issiqligi kirgan holatda maza qilib yuvinib netib. Bolalar uchun ham ertaindin sovuqdalik, kasal bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, cho'tki bo'ladi. Lubopet o'zi kerakli holatda yonadi, o'sha gradusga chiqqanda o'chadi. Bu hali постоянно yonib turmaydi-da. Xona o'zi issiqqa yetdimi bo'ldi, o'chadi, sovuganda ya'ni yonadi. Gradusga chiqqanda o'chadi ekanda.
O'shaning uchun yaxshi narsa sotib oldim. Xo'sh. Mana shu hammomda ofshi hamma narsasi montaji necha kunda tayyor bo'ldi? 10 kunga bormadi. 10 kunga borgani yo'q. Uzoq ketsa bir hafta atrofida bo'ladi. Shunaqa. Tushunarli. Xo'sh, rasxodlarni aytib o'tdik. Ofshi hisobda qancha rasxod ketgan? Mana shu hammomimiz. Biz endi hisob-kitobimiz bo'yicha 13 millionga boryapti. Chunki mana bu panel 3 million 200 ming o'zi emas-da. Mana bu narsamiz donasi 50 mingdan. Bu zavodskiy o'zining chokligi. Bu donasi 50 mingdan. Tagiga titan germetika bor. Donasi 55 mingdan, 50 mingdan. Ikkitadan orqaga surtilgan, o'sha nisbatiga o'ta baquvvat, cho'tki chiqqan. Undan pastda misol mana bu nimamizni o'zi titan geli bilan 420 ming aylanyapti. Mana bu narsani ham qo'shsa yana ketyapti. Xullas 5 million hisobida rasxod ketgan shunga. Devorga 5 million ketyapti shunda. Da. Devorda o'ziga shu materialga monolarni hisobiga. Agar panelni o'zini yo'q, menga chok kerak emas, o'zini qilib bersin desa, monoda yanada yutiladi. Lekin orqasidagi germetikani обязательно ikkita qo'ysa, ko'ngil xotirjam va garantiya beriladi. Baquvvat bo'ladi-da. Qancha qisgan sari nimjonlashib boraveradi. Tushunarli. Ofshi hisobda 13 million ketdi. 13 million hisobda ketdi. Ariston, unitas, hamma narsasi bilan. Panel, Ariston, kafel, topli pol montajlari shu hammasi, patolog hammasi elektronika kabellarigacha shu 13 million hisobladik. Stopuldan tashqari. Da, stopuldan tashqari. Xo'sh, stopuliga keladigan bo'lsak, panelda kvadratga hisoblanadimi? Da, buni kvadratga 45 mingdan hisoblab berishdi. 45 mingdan hisoblandi. Kafellarimiz 80 mingdan, santexnikalarimiz bu tochkaviy bo'ladi. Bu ham mablag' uстановkasi ham отдельно bo'ladi. O tevadagi plastiklarimiz kvadratli, hammasi bo'lib hisobda 7 millioncha chiqyapti stoplar. Stoplar mana shu hammomga polni santexnika hamma yo'q bilan 7 million atrofida bo'lyapti. 7 million hisobda bo'lyapti. Shunda mana shu hammomga, endi bu hammom katta-da. Bu kichkina narsa emas bu. Kichkinaroq bo'lsa rasxod kamayadi. Mana shu misol aksariyat hammom 1.70 ga 2 metr bo'ladi. Bu yarimcha bo'lar ekanda. Da, 4 metrga shunaqa misol 1.20 bo'lsa, mana 50 bo'lsa 1.70 ga 4 metr bo'lyapti. Bu ikkita hammom degan narsa bu. Faqat bu yerda перегородка yo'q xolos bu. O'sha nisbatiga bitgacha rasxod ko'proq ketdi. Lekin bu yerda keng mana отдельный tahoratxonalar qilingan bunga. Uji mana bu tomonni ham отдельный qilib, mana bu yerni ham отдельный ko'rsatib qo'ying. Bu traplarimiz ham oddiy traplardan qo'yilmagan-da. Original yaxshilardan qo'yilgan. O'sha nisbatiga qimmatroq bo'ldi. Ishlovlari butoni uklon bo'yoq ketgan suvlar. Chotki. Xo'sh, ofshi hisobda mana shu joyimiz 20 millionga to'xtayapti. 20 millionga dollar to'xtayapti. Materiali, usta puli, hammasi bu. Hamma narsasi bu. Endi balki plus, balki minus bo'lar. Qayerda qanaqa materialga ham bog'liq, narx-navosiga ham. Biz optim joyini topib olib, arzonroq olsa yanada arzonroq ketadi misol. Aristonlarda arzon joydan Aristonni, yo'q, misol 80 talikda bu. 50 taligi bor, 30 taligi bor. O'shan qarab qisqargan sari narx qisqaraveradi. Kollektor qo'yilmasa yanada qisqaradi. Endi misol kimdir tahoratxona qildirmaydi, u отдельный chiqib ketadi. Kimdir faqat chashagan qo'yadi, unitas qo'ydirmaydi. Shu nisbatiga narxlar o'ynaveradi. Tushunarli. Xo'sh. Tufli polni kvadratiga hisoblanadimi tufli pol? Tufli pol ham kvadratga hisoblanyapti. Tushunarli. Xo'sh. Ofshi hisobda mana shu joyimiz tufli pol, kafel, panellari bilan patolog, elektron montajlari hamma narsasi bilan 7 million rasxod bo'lyapti. Usta haqi bo'lyapti. Usta haqi bo'lyapti o'zi. Tushunarli. Xo'sh, O'zbekiston bilan xizmat ko'rsataveramizmi? Kelishib qo'yadigan bo'lsak, muammo yo'q. Kelishib qolsak, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bemalol borib bitirib beraveramiz. Telefon qilib gaplashib, misol aka shunaqa desa, misol Vohami boshqa uzoqroq yerga bo'lsa, narx oshadi. Chunki yo'l kiramiz bor, boshqamiz bor, hamma tomonlama plus minusimiz bo'ladi. Tushunarli. O'zimiz vodiylarda shu o'rtada bo'ladigan bo'lsa, shu o'zimiz aytgan narxda gaplashib qilinaveradi. Endi qo'ldan kelganicha chiroyli qilib berishga harakat qilinadi. Ishni obyektidan biz chiqib ketgandan keyin yana misol ustama suyulmash kerak. Tushunarli. Hozir bu panellarimiz kafelda arzon tushyaptimi shunda? Yo'q. Kafel bilan pashti birga bir borib qoladi. Pashti bir xil bo'ladi, ha? Chunki hozir
Mana buni ham 80 mingga olinyapti. Buni terish qimmat. Usta pulimiz qimmat. Bunday hisoblaydigan bo'lsa, buni 80 ming olib turib, kvadratni 80 ming, 90 ming terilyapti. O'zi 80 ga 90 bo'lgan bo'lsa, faqat 160 ming bo'lyapti. Bu narsani 4 kvadrat, 3,5 kvadratimiz 400 mingdan o'tib qoladigan bo'lsa, bunday bo'lib oladigan bo'lsak, usta puli bilan yana 150 ming hisobda qo'shilsa 600 ming bo'lyapti. Shunga borib bormay narxi o'zi yeyishyapti. Chunki mana 3,5 kvadratda bu. Buni plus tomoni Endi sifatli chiqadi, bu ham kam bo'ladi. Sifatli choki kamligidan yutiladi. Shu. Shundan keyin misol, mana chok bormi? Bittasi misol nimadir bo'lib ketsa u, lekin bu общийlik uchun bir-birini o'zini ushlab turaveradi. Tushunadi. Xo'sh, qo'limizdan kelgancha ma'lumotni berib o'tdik. O'rtacha hisobda bir haftada bitadi ekan, ha? Bitta mana shu joyimiz. Faqat shunaqangi narsa bo'lsa bitadi. Kafellar bo'lsa vaqt ko'proq ketib qoladi. Chunki u ancha mehnat og'ir bo'ladi, ko'p ketadi. Xo'sh, bundan tashqari nima ishlar qilaveramiz? Kafel hammomlardan tashqari? Hammomga po'shna remontlar qilinaveradi. Ichki tashqi remontlar qo'ldan kelgancha qilinaveradi. Travertin, aboy, attachento. Xo'sh, qo'ldan kelganicha qilinaveradi. Ikkinchi qismda uyga aboy qilish qanchadan mana shu joyni bitirishgan, ikkinchi qismda xudo xolisa qo'limizdan kelgancha bitta xona qanchaga tayyor bo'lgan, shularni ham narxini yoritib berib ketamiz.